Tamam. O'tirmaylar. Assalomu alaykum obunachilar. Xo'p. Namangan 3 rayon. 3 Raypo ko'chadan taniganlar bo'lsa kerak. Xo'p, akalarimizga chiroyli mana tovarlarni yuklab berdik. Bu yerda eshiklaringiz 1.10 ga 2.30 ekan aka. Xo'p, 1.30 ga 1.60. 6 dona, 1.10 ga 2.30. 5 dona. Bu yerda hammom eshiklari 90 ga 1.90, 70 ga 2 metrliklari bor ekan. Aka 72 metrli eshiklaringiz necha pul bo'ldi? O'pshiga tushdinglar. 30 ming so'mdan chiqyapti. O'pshiga tagi alyumin alkafollik, oshiq-moshiqlari 3 tadan. 600 mingdan chiqyapti. 1.150 ming so'm qo'sh qanotli eshiklari chiqyapti. 500 ming so'mdan standart derazalar chiqyapti. Xo'p, 500 ming so'mdan standart derazalari chiqdi aka. Xudo xolasa penalar отдельно sotiladi. Xo'p, grammlari ham 1 kilo 100 lik. Eshiklar hammasi ruchka qulf kalit komplekt bo'ladi, tozasidan. Xo'p, aka olganga ham sotganga ham barakasini bersin a. Barakasini bersin. Xo'p, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p aka. Qashiga bering. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Namangan viloyat 3 tuman Xo'jaobod Kalsovo yo'parasida manzil kelaverasizlar. Mana shu nomerlarga murojaat qilasizlar.